بسم الله الرحمن الرحيم نايت شفقتlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Allah barcha nuqsondan poktur. U Muhammad alayhissalomga qudratimizning dalillarini ko'rsatish uchun bandisini, ya'ni Muhammad alayhissalomni bir kechida Masjidi Haramdan atrofini barakatli qilgan Masjidi Aqsoga elib keldi. Haqiqatan Alloh hammani anglab turg'uchidir. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Hammani ko'rib turg'uchidir. Musoga kitobni, ya'ni Tavratni ato qildik. Kitobni Isroil avlodiga yetakchi qildik. Ularga mendan g'ayrini homiy, ya'ni parvardigor qilib olmanglar dedik. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Biz Nuh bilan birga kemiga tushirganlarning avlodlari, ajdodlaringlarni g'arq bo'lib ketishdan qutqizdik. Allohning ne'matiga shukr qilinglar. Nuh haqiqatan ko'p shukr qilguvchi banda edi. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. İsrail avlodiga kitobda, ya'ni Tavratda Falastin zaminida cho'qim ikki qitim buzg'unchilik qilishlar va zulm qilish bilan Alloh cheklagan ishlarni qilish bilan to'lima haddinglardan eshib ketishlar deb vahiy qildik. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Birinchi qitimliq buzg'unchilikning jazosi va'da qilingan vaqt kelganda sizlarni jazolash uchun sizlarga kuchlik bandalarimizni avatdik. Ular sizlarni o'ltirish, bulang-talang qilish uchun uylarni oqtirdi. Sizlarga dushmanni musallat qilish cho'qim ish qashadigan va'da edi. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. Ondan yani tavba qilganinglardan keyin sizlarning ulardan ustunliklarni asli keltirdik. Ya'ni dushmaninglarni halok qildik. Sizlarni uning ustidan g'olib qildik. Sizlarga nurg'un mol va avlodlar ato qildik. Soninglarni ko'p qildik. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Ey İsrail avlodi, agar yaxshilik qilsanglar, yaxshilikinglar o'zinglar uchundir. Yomonlik qilsanglarmi o'zinglar uchundir. Ikkinchi qitimliq buzg'unchilik jazosining va'da qilingan vaqt kelganda, dushmanlarning qor qilishi bilan yuzinglarda qayg'uning alomatlari ko'rilishi uchun, ularning Baytul Muqaddasga dastlabki qitimda kirganda kirib, uni xarob qilish uchun, ishg'ol qilganligi yerni vayron qilish uchun ularni biz avatdik. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. Agar tavba qilsanglar, Parvardigoringlarning sizlarga rahim qilishi muhaqqaq yaqindir. Agar sizlar qaysanglar, ya'ni qayta buzg'unchilik qilsanglar, biz qaytamiz. Ya'ni biz sizlarni qayta jazolaymiz. Biz jahannamni kofirlar uchun zindon qildik. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Qur'on haqiqatan eng to'g'ri yo'lga boshlaydi. Yaxshi ishlarni qiladigan mo'minlarga ularning cho'ng mukofotga erishadiganligi bilan xush xabar berdi. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Yana mo'minlarga xush xabar berdi ki, oxiratga ishonmaydiganlarga qattiq azob tayyorladik.
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. İnsan özüge ve balıçaklarına hayırlı dua kılgandek, açık kelgende beddua kılıdı. İnsan aldıran odur. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Keçi bilen gündüzni, kamalı kudretimizni ko'rsatadigan ikki alomat qildik. Keçining alomatini ko'tarib o'tdik. Parvardigoringlarning fazlini talab qilishinglar, ya'ni turmush lozimatliklarini tepish yo'lida sa'iy harakati bo'lishinglar uchun kecha bilan kunduzning olinishi orqali kunlarning, oylarning, yillarning sonini va hisobini bilishinglar uchun kunduzning alomatini yo'riqlik qildik. Diniy va dunyoviy ishlarning hammasini tafsiliy bayon qildik. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. Her bir insanın amelini onun boynuğa esip koyumuz. Yani insanın kılgan her kındak ameli xuddi boyuncak boyundan ayrılmagandek onundan hergiz ayrılmaydı. Şununla yarışa ceza verildi. Kıyamet günü onun namı amellerini görsütümüz. O onu uçuk gördü. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Onunla namı amelini okuyun. Bugün özünge yani bu kılmışlarınla özün guvah buluşun kupaya deyildi. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Kimki hidayet tapıdiken hidayet tapqanlıqның faydası onun öz üçündür. Kimki azıdiken azğanlıqның ziyni onun öz üçündür. Bir adam yani bir adamның günahını üstüge almaydı. Peygamber evetmey turup hiç adamni cazalığınımız yok. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Birer şehir ahalisini Allah kılmakçı bolsak, onundaki devletmen adamlarını bizge itaat kılışkı buyuruyumuz. Ular itaat kılmayı psikip pasat kılıdı da, ularga azabımız tigişlik buludu. Şunun bilen ularını korkunçluk revişte Allah kılımız. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Nuh'tan keyin peygamberlerini inkar kılgan nurgun ümmetlerini Allah kıldık. Parvardigarın bendelerinin günahlarını toluq bilip turuşta, körüp turuşta yeterliktir. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Biz dünyanı közlegenler içidin xalıgan adamga, onun xalıganını emas, bizden xalıganımızı verimiz. Andın onu ahirette cehennem bilen cezalayımız. Cehennemge o harlangan, Allah'ın rahmetinden qoğlangan aldı kırdı. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Kimki ahiretini közleydiken ve mümin bulup ahiretki layık amellerini kılıdiken, bundaq adamlarının kılgan ameli Allah'ın dergahide kubul buludu. كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. Bularning ve ularning her ikkisiga Parvardigarning ato qilganidan berimiz. Parvardigarning ato qilgani hech odamdan man'i qilinmaydi.
انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكثر تفضيلا. Ularning ba'zisini ba'zisidan qandoq ustun qilganligimizga qarag'in. Oxirat darajalaridagi farq albatta texim cho'ngdir va ustunlik jihatdagi farq ziyoda cho'ngdir. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Allohga boshqa ma'budni sherik qilmag'in. Unda qilsang Allohning dargohida ayblangan, Allohning yordamidan mahrum bo'lgan holda do'zaxda hamisha qolasan. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Parvardigoring faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onanglarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Ularning biri ya ikkilisi sening qo'l ostingda bo'lib yashinib qolsa, ularga ohoy demagin. Ya'ni malollikni bildiradigan shunchalik so'zni qilmagin. Ularni do'shkallamagin. Ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgin. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ularga kamal mehribonlikdan noiti kamtar muomalada bo'lgin va ey Parvardigorim, ular meni kichikimda tarbiyaligindek ularga marhamat qilgin degin. Robbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabin ghafura. Parvardigoringlar dilinglardagini obdan bilguchidir. Agar sizlar yaxshi bo'lsanglar, ya'ni ota-onanglarni qaqshatquchi bo'lmasanglar, Allah sizlarning xatolig'inglarni kechirdi. Allah haqiqatan tavba qilib turg'uvchilarni mag'firat qilg'uchidir. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. Tuqqanға, miskinga, ibn sabilga, xayri saxovatdan haqqini bergin. Pul melingni noto'g'ri yo'llarga isrof qilmag'in. Innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura. İsrof qilguvchilar haqiqatan shaytonlarning qarindoshlaridir. Shayton Parvardigorga to'limi kufroni ne'mat qilgan edi. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. Agar sen Parvardigoringdan kutayotgan marhamat nozil bo'lgandan keyin, ondan ularga xayri saxovat qilmoqchi bo'lsang, ya'ni qo'lingda ularga beradigan bir narsa bo'lmasa, ularga chiroyli gap qilgin. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Qo'lingni bo'yningga bog'lab olmag'in, ya'ni bexillik qilmag'in. Qo'lingni to'limi ichmi ketmagin, ya'ni isrof qilmag'in. Unda qilsang pulsiz qilib malomatga, pushaymonga qolasan. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Şübhisizki senin Parvardigoring xohlagan odamning rizqini keng qiladi, xohlagan odamning rizqini tor qiladi. Allah haqiqatan bandalarining ahvolini, manfaatini bilib turg'uchidir, ko'rib turg'uchidir. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. Kambag'allikdan qo'rqib bolalaringlarni o'ltirmanglar. Ularning va sizlarning rizqinglarni biz beramiz. Ularni o'ltirish haqiqatan cho'ng gunohdir. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Zinaga yaqinlashmanglar, chunki u qabih ishdir, yomon yo'ldir. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Nahaq adam öldürmanglar ki Allah nahaq adam öldürüşni haram qildi. Kimki nahaq öldürüldüken qatildan qisas edish ya diyet edish ya kechirim qilish huquqini öldürülgücünün egisinin qo'lida qildik. Egisi qisas edishda chekdan chiqib ketmasin. Qatildan g'ayrini öldürüş ya uning a'zolarini kesish, bir odam uchun ikki odamni öldürüş qatorliq ishlarni qilmasin. Nahaq öldürülgücünün egisiga Allah haqiqatan madadkordir. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Yetimning melini taki u balog'at yetgan qadar yetimga eng foydali usulda tasarruf qilinglar. Ahdiga vafo qilinglar. Qiyomat kuni ahdi ustida, ya'ni ahdiga vafo qilmaganlik ustida albatta savol so'rab qilinsizlar. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. Sizlar boshqalarga oshliq qatorliqlarni o'lchab berganda to'liq o'lchanglar va tarozida tortib beringlar. Bunda qilish sizlarga dunyoda yaxshidir. Oxiratliklar uchun texmi obdandir. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Bilmaydigan narsanga agashma. Ya'ni bilmaganni bildim, ko'rmaganni ko'rdim, anglamaganni angladim dema. İnson qiyomat kuni quloq, ko'z, dil, ya'ni sezgi a'zolarining qilmishlari ustida haqiqatan savol so'rab qilinadi. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Sen zaminda mag'rurona yurmagin. Hakavurlikdan oyog'ing bilan yerni teshib olmaysan. Har qancha gidaygining bilan egizlikda tog'lar bilan tanglasholmaysan. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Yuqorqi ishlarning hammasi qabih bo'lib, Allohning dargohida yomondir. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. Bular Parvardigoring sana vahiy qilgan hikmatlarning bir qismidir. Allohga boshqa ma'budni sherik qilmagin. Bo'lmasa malomat qilingan, Allohning rahmatidan qo'g'langan holda jahannamga tashlansan. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. Acaba Allah sizlarga o'g'illarni xos qilib, farishtalarni o'zining qizlari qilib olganmi? Haqiqatan sizlar cho'ng so'zni qilyapsizlar. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. Ularni ibrat olsun deb vaz nasihatni Qur'onda turli shaklda bayon qildik. Buning bilan ular haqiqatan texmi yiroqlashmoqda. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَارْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. Müşriklar aytgandek, Allah bilan birga yana boshqa ilohlar bo'lgan taqdirda, arish egisi Allah ustidan g'alaba qilish uchun albatta yo'l izlagan bo'ladi. Subhanahu va ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Allah paktur, ularning bo'xton so'zlaridan yuksak darajada olidir. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Yetti osmon zamin va ulardagi mahluqotlar Allohni pok deb biladi. Koinotdagi qandoqligi narsa bo'lmasin, Allohni pok deb madhilaydi. Ya'ni Allohning ulug'ligini so'zlaydi. Lekin sizlar tilinglar o'xshash bo'lmaganligi uchun ularning madhisini sezmaysizlar. Allah haqiqatan bandalarga alimdir. Ya'ni osiylik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. Tavba qilguvchilarni mag'firat qilguvchidir.
وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Ey Muhammed, sen ahiretke işenmeydiğen müşriklarga Kur'an'ı okugan çağında, ular bilen senin aranda yoşurun perde peyda kıldık. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Kur'an'ı düşenmisin dep, ularning dillerini perdildik. Ularning kulaklarını eğir kıldık. Kur'an'da yalğız perverdigarını tılga alsan, ular ürküp geçip gididu. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Tilavetinge ularning nemi üçün, yani mesgir üçün kulak salıdığanlıqını biz obdan bilimiz. Ular qıraatını tanışıgan çağlarda senin toğrağında pichirlishidu. Ayni vaqtda zalimlar müminlerge, sizler fakat sehirlengen adamgile ergişivatsizler, deydu. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Ularning senin toğrağında birdem sehirger, birdem şair ve birdem mecnun degandek nurg'un misollarni keltirganligiga qarag'in. Ular mushundaq bo'xtonlarni chaplash bilan ozdi. Ular hidoyatga yo'l topolmaydi. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. Müşriklar biz quruq so'ngak va chirib to'pi bo'lib ketgandan keyin cho'qim qaytib tirilib yangidan odam bo'lamdiq deyishidi. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. Sizler taş yoki kömür yoki hayotlikni tasavvur qilish texmi qiyin bo'lgan bir narsa bo'lib ketsanlarmi, Alloh sizlarni tirildirdi. Ular bizni kim tirildirdi deydi. Sizlarni dastlabda yaratgan Alloh tirildirdi degin. Ular sana başlarını lang'ishlab, u qachon bo'ladi deyishdi. Sen umidki u yaqinda bo'ladi degin. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. Şu kunda Allah sizlarni chaqirdi. Sizlar uningga hamd etib ijobat qilasizlar va dunyoda faqat ozg'ini turgandek o'ylaysizlar. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Bendilerimge aytqinki, ular yaxshi so'zlarni qilsin. Şübhəsizki şeytan onlarının arsıda fitne qozğaydı. Şeytan insanga haqiqatan aşkarı düşmandır. Rabbukum a'lamu bikum in yasha yarhamkum aw in yasha yu'azzibukum ve ma arsalnaka alayhim vakila. Allah sizlarni obdan biladi. Xolisa sizlarga rahim qiladi. Xolisa sizlarni azoblaydi. Seni ular, yani kafirlarga hami qilib avatkinimiz yo'q. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Perverdigarın osmanlardaki, zimindeki bendilerinin ahvalını hamidin obdan bildi. Biz hakikaten peygamberlerinin bazısını üstün kıldık. Davud'a Zebur'unu ata kıldık. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. Sizler Allah'ını koyup Xuda deb o'ylaganlaringlarni chaqirыңlar. Ularning qo'lidan sizlardan baloni ko'tarib etishmi va uni boshqalarga o'tkazib qo'yishmi kelmaydi.
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Ular Allah'ını koyup ilah deb ibadet kıldıqanlarning özleri ibadet arqılıq Parvardigoriga yaqin bo'lishni tilaydi. Ularning orasida Parvardigoriga yaqinroq bo'lg'ini ham ibadet arqılıq Allohga yaqin bo'lishni tilaydi. Parvardigorining rahmatini umid qilib, uning azobidan qo'rqadi. Parvardigoringning azobi haqiqatan saqlanishga tegishlidir. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. Allah'a asilik qilgan qandaq bir shahar bo'lmasin, uni biz qiyomat kunidan burun halok qilamiz yoki uni qattiq azoblaymiz. Bu Lavhul Mahfuzda putilib ketgan hukmdir. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Quraysh mushrikleri talab qilgan mo'jizlarni maydonga keltirmasligimiz faqat burunqilar, ya'ni ilgirki ummatlarning mo'jizalarini yolg'onga chiqarganligi uchundir. Biz Samudga kishi to'gini ro'shan mo'jiz qilib berdik. Ular uni inkor qildi. Biz mo'jizlarni faqat bandalarni qo'rqitish uchun avatimiz. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. O'z vaqtida biz sana Parvardigoringning haqiqatan kishilarning ahvolini to'liq biladiganligini aytdik. Biz sana Miroj kechasi osmon zamindagi ajoyiblardan ko'rsatgan ko'rinishni, Qur'ondagi la'nat qilingan daraxtni, ya'ni Qur'onda zikr qilingan zaqqum daraxtini faqat kishilar uchun sinoq qildik. Biz ularni, ya'ni mushriklarni qo'rqitamiz. Bizning qo'rqitishimiz ularning yo'lsizligini texmi kuchaytirdi. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. O'z vaqtida biz farishtalarga Odamga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis sen loydan yaratganga sajda qilamdiman dedi. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. İblis, bana itip bergine, sen menden üstün kılgan adam muşumu? Eğer bana kıyametçe mühlet berdiğen bolsan, onun avladının azgınısının başkasını azdırıp tüp yıldızını kurtuytumen. Yani ularını halıganca yitileymen. dedi. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. Allah iblisga aytdi. Barg'in, sana muhlat berdim. Ulardan, ya'ni odam bolalardan kimki sana ergishidi ekan, jahannam sana va ularga berilgan to'liq jazodir. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Ularning ichidan qo'zg'ata oladiganligi odamingni ovozing bilan, ya'ni gunohga chaqirishing bilan qo'zg'atqin. Otliq va piyoda qo'shining bilan ularga hujum qilgin. Ularning mollariga ve ballarga sherik bo'lgan. Ularga yolg'on va'dalarni bergin. Shaytonning ularga bergan va'dasi faqat aldamchilikdir. İnne ibadi laysa laka alayhim sultan ve kafa bi rabbika vakila. Şübhəsizki mening ixlosmand bandalarim ustidan sen hukmronlik qila olmaysan. Parvardigoring haqiqatan homiy bo'lishga yetarlikdir. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله
إنه كان بكم رحيما. Parvardigoringlar sizlarni fazilni, ya'ni fazildan bo'lgan rizqinglarni talab qilsin deb, kiyimlarni sizlar uchun dengizda mangdirib berdi. U haqiqatan sizlarga nihoyat mehribondir. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. Sizlar dengizda biror ofatga yo'liqqan chig'inglarda, esinglarga sizlar cho'qinayotgan ma'budlar kelmay, faqat Allohlik keladi. Ya'ni inson mundoq chaqda Allohdan boshqaga iltijo qilmaydi. Allah sizlarni g'arq bo'lishdan qutqizib, omon eson quruqlikka chiqarganda yuz o'raysizlar. Ya'ni ixlosinglar tugab, avvalgi oltinlarga qaytib olasizlar. İnson kufrli qilg'uchidir. Ya'ni Allohning ne'matlarini inkor qilish insonning tabiatidir. أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. Dengizda g'arq bo'lib ketishdan qutulganinglar bilan Allohning sizlarni yerga yutqizib etishidan yoki sizlarga osmondan tosh yog'dirib halok qilishidan, ondan sizlarni Allohning azobidan saqlaydigan hech homiy topolmasliklaringlardan qo'rqmamsizlar? أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا. Yoki Allohning sizlarni dengizda qayta qatnatqizib, dengizdagi chig'inlarda qori bo'ron chiqarib, kufrlik qilganliginglar tufaylidan sizlarni g'arq qilib etishidan, ondan sizlarga bizdan o'ch elib beradigan hech ahadi topolmasliklaringlardan qo'rqmamsizlar? وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Şek şübhisiz ki biz Adem ballarını hürmet kıldık. Ularını quruqlıqda ulaqlarga mindirdik. Dengizda kemilerge çıkardık. Ularını şiirin yemeklikler bilen rızıklandırdık. Ularını mahlukatlarımızdan nurgunidan üstün kıldık. يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Biz hamma odamni ularning nomi amali bilan chaqiradigan kunni esingda tutqin. Nomi amali o'ng qo'lidan berilganlar o'zlarining nomi amalini o'qiydi. Ularga qilchi zulm qilinmaydi. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Bu dünyada dili kör bo'lgan odam oxiratda kör va texmi gumroh bo'ladi. وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. Ular seni biz sana vahiy qilgan Qur'onga xiloflik qildirib, bizga Qur'ondan g'ayrini iftiro qildirishga tas qoldi. Ularning ko'ngildagidek qilganingda, albatta ular seni o'zlariga do'st qilib oladi. وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Seni biz haq turishga mustahkam qilmagan bo'lsak, ularga mayil bo'lib ketgida haqiqatan tas qolgan eding. إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. Agar shunday qiladigan bo'lsang, albatta sana dunyo va oxiratda aslab azob bergan bo'lardik. Ondan sen bizga qarshi yordam beradigan hech odam topolmayding. وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. Yahudilar seni Madina zeminidan chiqarib etish uchun u yerda seni xotirjam turg'izmaslikka tas qoldi. Shundoq bo'lganda sen chiqib ketgandan keyin ular ozg'ina vaqt tura oladi. Ya'ni ozg'ina vaqtdan keyin halok bo'ladi. سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا.
Bu senden ilgiri biz əvətkən peyğəmbərlərimizdən tutqan yoludur. Yəni peyğəmbərlərini arşıdan əydəb çıxarğan hər qandaq ümmətni halaq qilish Allah'ın peyğəmbərləri haqqında tutqan yoludur. Tutqan yolumuzda özgürüş tapalmaysan. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Ey Muhammed, gün qayrılğan vaqtdan tartib qarаңғы tushgan vaqtga qadar namoz o'qigin. Bamdod namozini o'qigin. Kunduzning va kechining farishtalari cho'qim bamdod namozida hozir bo'ladi. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Sana nafli ibadet buluş üçün keçinin bir qismida namoz o'qishga, Qur'on o'qishga uyg'ongin. Ey Muhammed, Parvardigoringning seni madiylaydigan o'ringa, ya'ni buyuk shafaat maqomiga turg'izishi muvaqqaqdir. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Parvardigorim, meni qabrimga o'ngishliq kirgizgin. Qabrimdan o'ngishliq chiqargin. Menga dargohingdan haqqi yordam beradigan quvvat ato qilgin degin. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Haqiqat yani İslam keldi. Batıl yani küfrü yo'qoldi. Batıl haqiqatan o'ngay yo'qoldi degin. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Biz müminlerge, yani ularning dillariga shifo va rahmat bo'ladigan Qur'on oyatlarini nozil qilamiz. Qur'on kofirlarga ziyondan boshqani ziyoda qilmaydi. Ya'ni ular Qur'onni tasdiq qilmaganlikdan ularning kufri texmi oshidi. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. İnsanga turli nimetlerini versek, Parvardigorning ibadetidan yüz o'riydi. Cho'nchilik qilib Parvardigoridan yiroqlashidi. Uningga biror ko'ngilsizlik yetsa, Allohning rahmatidan mayuslanib ketadi. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Her adam hidayet ve gumrahlıkta öz yolu boyunca iş kılıdı. Parvardigoringlar kimning to'g'ri yo'lda ekanligini obdan biladi. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Ular senden ruhning mohiyati haqida so'rashidi. Ruhning mohiyatini Parvardigorim biladi degin. Sizlarga faqat ozgina ilm berilgan. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. Agar biz xohlasak, sana vahiy qilgan Qur'onni albatta dillardan va mushaflardan ko'tarib o'tdik. Ondan uni asli keltirishga bizga qarshi hech qanday homiy topolmayding. إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. Faqat Parvardigoring rahmat qilish yuzidan uni ko'tarib o'tmadi. Allohning marhamati sana haqiqatan cho'ng bo'ldi. قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Aytqin ki, agar insonlar, jinlar bu Qur'onning o'qishini maydonga keltirish uchun yig'ilib, bir-biriga yordamlashgan taqdirdimi, uning o'qishini maydonga keltira olmaydi. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Bu Qur'onda insonlar uchun turli masalalarni xilma-xil shaklda bayon qildik. Ro'shan faktlarning bo'lishi qaramay, insonlarning to'lisi faqat haqiqatni inkor qiladi. وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. Ular aytdi, toki sen bizga yer ostidan bir buloqni etildirib chiqarmoqcha, sen hargiz ishonmaymiz. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ
فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا yoki sening xo'rmiliq, talliq va o'ttirsidan o'stanglar eqib turadigan bir beg'ing bo'lsin. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا yoki sen aytgandek ustimizga osmonni parcha-parcha qilib tushirgin, yoki payg'ambarligingga guvohchi qilib Allohni va farishtalarni oldimizga keltirgin. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا yoki sening oltindan uying bo'lsin, yoki sen sho'ti bilan osmonga chiqqin, yoki Alloh tarafidan sening uning bandisi va payg'ambarligi ekanliging yozilgan, biz o'qiy oladigan bir kitobni ilib tushmagicha sening osmonga chiqqanligingga hargiz ishonmaymiz. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh pokdir. Men faqat bir payg'ambar insonman. Allohning izni bo'lmasa, hech odam biror mo'jiz keltira olmaydi. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا Ular yani müşriklarning o'zlariga hidoyat, yani payg'ambar bilan Qur'on kelgan chaqda iymon etmasliklari, Allah insonni payg'ambar qilib avatamdi deganliklari uchundir. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا Ey Muhammed, ularga aytqinki, mubada ziminda, yani zimin ahlidek menib yuradigan, o'ltiraqlashgan farishtalar bo'lsa edi, albatta ularga osmondan farishtani payg'ambar qilib turatdik. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا Ey Muhammed, aytqinki, Allah men bilan sizlarning oranglarda mening rostligimga guvoh bo'lishga yetarlikdir. Allah haqiqatan bandalarining ahvolini bilib turg'uchidir, ko'rib turg'uchidir. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا Kimki Allah hidayet qilgan ekan, o hidayet topquchidir. Allah gumroh qilgan odamga Allohdan boshqa azobdan qutuldiradigan hech yordamchilarini topolmaysan. Qiyomat kuni ularni dum yotqizib so'ralgan, ko'r, gacha, gaz oldi yig'imiz. Ularning joyi jahannam bo'ladi. Jahannamning o'ti pastlab qolsa, ularga o'tni texim yolqinjitimiz. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا Ularning oyatlarimizni inkor qilganliklari va chirigan so'ngak va to'piga aylanganimizdan keyin rostla qaytadan tirilib yangidan odam bo'lamdiq deganliklari uchun ularga berilgan jazo ana shudir. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا Osmonlarni, zaminni yaratgan Allohning ularga o'xshash insonlarni yarata oladiganligini ular bilmamdi. Allah ularning o'lishi va tirilish uchun shak shubsizki muayyan vaqt belgiladi. Kofirlar faqat kufrga unaydi. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق
وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. Agar Parvardigorimning rahmat xazinasi sizlarning qo'linglarda bo'lsa, chiqimdan, ya'ni tugab ketishidan qo'rqib, cho'qim bexillik qilatdinglar. İnson bexil keladi degan. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. Biz Musaga hakikaten 9 roşen mücize ata kıldık. Musa Firavunga ve onun kavmiga kelgan çağda biz Musaga ulardan İsrail avladını koyuvitishni so'rag'in dedik. Firavun onunğa ey Musa seni men çoqum jadu qilingan deb o'ylayman dedi. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. Musa ey Firavun bular yani 9 möcüzini fakat osmonlarning ve zaminning Parvardigori mening rostligimni isbotlaydigan dalil qilib nozil qilganligini sen garchi tilingda iqror qilmasangmi dilingda albatta obdan bilasan. Men seni ey Firavun haqiqatan halok bo'ladi deb o'ylayman dedi. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. Firavun ularni Misr zamindan chiqarib etmoqchi bo'ldi. Biz Firavunni va uning bilan birga bo'lganlarni hammasini dengizga g'arq qilib etdik. وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. Firavunni g'arq qilib etgandan keyin biz Isroil avlodiga Misr zaminida turinglar. Oxirat va'dasi, ya'ni qiyomat kelgan chaqda sizlarni qabranglardan mahshargohga kofirlar bilan mo'minlarni aralash ilib kelamiz dedik. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. Qur'onni biz haqiqat asosida nozil qildik. Qur'on mu haqiqatni o'z ichiga olgan holda nozil bo'ldi. Seni faqat xush xabar berguchi, ogohlantiruvchi qilib avatdik. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. Qur'onni kishilarga dona o'qib berishing uchun uni bo'lib nozil qildik. Uni tadrijiy nozil qildik. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. Qur'onga ishoninglar yoki ishonmanglar mayli. Chunki ishonishinglar uningga kamolat, ishonmaslikinglar uningga nuqson ilib kelolmaydi degan. Shubhisizki Qur'on nozil bo'lishdan ilgari kitob berilganlar Qur'onni anglagan chog'larda ta'sirlanib darhol sajdaga boradi. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. Ular Parvardigorimiz paktur. Parvardigorimizning va'dasi cho'qim o'rinlanadi deydi. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Ular yig'ilgan holda sajda qilishga yiqiladi. Qur'onni anglash bilan ular Allohga tehimot tazarru qiladi. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Allah deb atsanglarmı buludu, Rahman deb atsanglarmı buludu. Qaysini atsanglar hammasi yaxshidir. Chunki Allohning nurg'un go'zal ismlari bor degin. Namozingda qiroatni mushriklar anglab qilib sana aziyat yetkazmaslik uchun yuqori ovoz bilanmi o'qimag'in. Mo'minlar anglamay qolmasligi uchun past ovoz bilanmi o'qimag'in. Ularning orasida o'ttir yo'l tutqin.
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Aytqinki, jimi hamdu sana balası bo'lishdan pok bo'lgan, saltanatida sheriki bo'lmagan, xorliqdan qutulish uchun do'stga muhtoj bo'lmagan, ya'ni xor bo'lmagan, yordamchiga muhtoj bo'lmagan Allohga xosdir. Allohning mukammal ravishda ulug'lig'in.